Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, novvosta ishqibozlari. Mana bugun bizni kichkinagina molxonachamizdan syomka ketyapti, sotiladigan buqachalarimiz bor. Hali molni boqib 1 yilda foyda qilmadim deydigan akalarimizga o zotlari sal aralashgan, sal zotlari tozaroqlardan olib kelib qo'yganmiz. Boqqan odam baraka topadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana Husan bo'yi bormi aytdi? Hasan bo'yi bor. Haqiqatan ham ekalasi bir xil ekan. Qashqalargacha bir xil, qarang. Mana jonivor. Mana. Ikkovi ham sirsa qashqa. Sirsa qashqa. Sirsa qashqa. Mana qana chiroqli mo'noqchalarimiz. Yeyishi ham zo'r ekan. Yeb ishlari ham zo'r. Bozordan kasal yuqtirib, boqsammikin, boqmasammikin deb o'ylanib turgan akalarimizga mana joyda, issiq joyda turibdi. Yeb ishlari hamma yo'q, xudo xolasa, sog'lom. Mana panda ham zo'r ekan-da, pandani ham narxini aytakan, buni sotamizmi? Bu panda. Oppoq panda. Qorni sog'inganlarga qorni eslatib turadi. Qorni eslatib turadi. Ama qorga o'xshagan, baqot ekan, pishqirishini qara. Yeb ishlari hammalari zo'r mana. Ko'raverasiz. Qizil ham ajoyib. Har xil parodalar jamlangan ham bo'laveradi. Haligi o'zimizni javdari novvostalardan saralanganlarda bular. Tushungan odam tushunadi buni. Gibridlashgan, bir-biriga bir zot ikki zot aralashgan novvostalarda bular. Xudo xolasa 700 kilo, 800 kilo, 1 tonna ham bo'ladigan bor ichida, xudo xolasa. Oyoq qo'lini ko'rsatib qo'yasiz. Bo'lgan odam boqib, ki rahmat. Mana hamma keng ekan. Hamma yo'q ekan. Ko'z bilan ko'rgan va boshqada videoda jana zo'r chiqmayapti. Ko'z bilan ko'rsalar akalar haqiqatan oyoq qo'li o'ta baquvvat bo'ladi. Hasan Husanlar, Hasan bo'yda qarang. Hasan bo'y, Hasan bo'y ekan o'zi. Oyoq qo'lini qarang. Mana tankka o'xshaydi. Husan bo'yi mana. Kichikroqni olaman. Ammo ikkovini olib boqqanga yetmaydi. Haqiqatda ikkovini bitta tashab qo'ygan. Mana akalar turaveradi, xudo xolasa. Novvoschamsan novvosta ekan. Ana Hasan bo'yda yeyish qo'z bo'ldim. Men to'xtamaydi ekan. Hayda versin ekan. Shuncha Hasan bo'yda u. Husan bo'y yaxshi. Mana Husan bo'y. Husan bo'y ham oyoqlari yaxshi ekan. Hamma yo'q zo'r, xudo xolasa. Narxlari-chi aka bularni? Narxini aytmadi-ku. Narxlariga keladigan bo'lsak, unisini 13 million so'm xayri bor. 13 million so'm kami bor. Husan bo'yda 13 million so'm kami bor. Hasan bo'ychi. Hasan bo'yda 15,5 million so'm kami bor. Hasan bo'yda 15,5 million so'm kami bor. Kami bor. Panochi, panda. Qorli panda. Qorli pandamiz ham 15,5 million so'm kami bor. 15,5 million so'm kami bor ekan. Novvosta turishini qarang. Buqacha ekan. Ay, bu shu rangi ekan, xolos. Novvosta bu rangida bo'lmaydi. Bilgan odamga. Ha. Bilmaganlar aytaveradi, qizil ekan, ko'k ekan, oq ekan. Baqarmanga bo'laveradi. Baqarmanga oyoq qo'li butun bo'lsin, yeb ichishni zo'r bo'lsin, zoti yaxshi bo'lsin. Mana buni zoti ham gibridmi aka? Kallalari ham ajoyib ekan bu. Endi shunaqa, aqli yetgan, ko'rib, bilib, baho berib olaveradi. Bilmaganga mingta gapirgandan befoyda. Foydasi yo'q. Oqlamas ekan, turaveradi. Nechi pulga berib olamiz aka mana shu oq pandani? 15,5 million so'm xayri bor, so'ralaveradi buni. Bo'ldi. Birovni cho'ntagiga birov xo'jayin emas. Moncha beraman deyilaveradi, kelishaveramiz. Uni hech ham og'ir achchig'i, unaqasi yo'q. Akalar, nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mashmolxonadan tanlab olib ketaverasizlar. Mana novvosta deyishini ko'rsatib qo'ying. Maza qo'radigan joy. Maza qo'radiganda vonlar bor. Husan bo'yda ham ishini ko'rsatib qo'ying. Husan bo'yi ham kallasini ko'tarmay yeyapti jonivor. Go'zalligini qarang bular. Kallalari pur-purcha ekan. Sirsa qashqa. Sirsa qashqa. Sirsa qashqa. Janob. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, nomer qoldirib qo'yamiz.